Nima bor senga Toshkentda? Shuncha ish turganda. Nima bor Toshkentda? Televizorga chiqaman. Dalaga chiq, shuncha ish turibdi-ku. Dalangiz ham, ketmaningiz ham jonimga tegib ketdi. Xo'ppa, men televizorga boraman-da, chiqaman-da qo'shiq aytaman. Kim? Men? Senmi? Ha? Qo'shiq aytishni bilasanmi sen? Bitta sen qolding o'zi qo'shiq aytmagan. Nima qilasan qo'shiqchi bo'lib, ha? Nima qilasan? Ota, men sindirib tashlayman qo'shiqni. Xo'ppa. Mana qarang. Men Instagramga, ana YouTube'ga ovozimni qo'yuvdim-da. Ana shunda muxlislarim yozgan. Qarang. Nima deb yozgan? Sahiba gazini bas degan. Sahiba qo'shiqni jirtib taylabsan degan. Sahiba qurtib boqib yozmabdimi? Yozmagan unday deyek. Muxlislarim ko'p, 6000 ta muxlisim bor. Ko'rdingizmi? Endi mana Rossiyadanam keyin ota qarang. Mana ujiz terpit nimagu. Nima bor senga Toshkentda? Shuncha ish turganda. Nima bor Toshkentda? Televizorga chiqaman. Dalaga chiq, shuncha ish turibdi-ku. Dalangiz ham,